Assalomu alaykum Saboq aka. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat, yaxshi. Уже почти 1 yil bo'lib qoldi immunizatsiyadan keyin. Qanaqasiz? Yaxshimisiz? Juda ham yaxshi. Nima bilan keldingiz va hozir qanaqa vaziyat, nima bo'lyapti o'zingiz? Qanaqa bezilgarchilik bilan keldingiz? Bir qisqacha aytib bersangiz. Semiz edim, qorin atrofida veslarim juda katta edi. Og'riqlar bor edi. Ginekologga uchrashganimda mioma adenomyoz bor degandi. Mnogorazовый deb berishgandi. Ko'p tugulli, Ko'p tugulli. Keyin lecheniya qildim. Повторный hech qanaqa rezultat bo'lmagandan keyin oldingizga keldik. Operatsiyalar juda ham yaxshi o'tdi. Unaqa qiyinchilik yoki bo'lmasa qon chiqish, unaqa narsalar bo'lmadi. Hozirgi ahvolim juda ham qoniqarli. Og'riqlar yo'q, glavnisi shunaqa bezovtaliklar yo'q. Hammasi yaxshi. И UZI ko'rsatkichlari ham bo'yicha demak ancha bachadoningiz ham kichraydi. Ishlaringizda omad tilayman. Rahmat kattakon. Sog', salomat bo'ling. Ko'rishguncha. Juda ham minnatdorman. Rahmat.